supposed to verb want, ya'ni verb kirish kerak. Ishi kerak yoki ishi kutiladi. Shunaqangi ma'noga nisbatan ishlatiladi. Xo'p, the meaning qoida, qanaqadir qayerda taqiqlab qo'ygan, taqiqlamagan, qayerda qilishgan qoidalar, reja, plan qilib qo'ygan rejalar va majburiyatlar. Yes. Xo'p, ifoda ishlatilgan uchta holatda. Xo'p, suppose subject plus be supposed to verb one. Be ni o'rniga emizar, hozirgi zamon, o'tgan zamonda was verb kelishi shart. Yoki will be, shall be kelasi zamonda esa o'xshamay qoladi, esa xato bo'lib qoladi. Xo'p, bu xuddi shuni edi o'tgan zamon holatda kelaveradi. Ketdik. Example, birinchi oddiy misolni beraman. Past darajali misollar va keyin IELTSga to'g'ri keladigan misolni beraman. Xo'p, birinchisi, you are supposed to wear a uniform. Siz forma kiyishingiz kerak. Ya'ni siz, you, forma, as uniform kiyishingiz kerak. Are supposed to keladi bu yerda. Be ni o'rniga are kelyapti. Xo'p, tezkor tarjima qilsak, ma'nosi to'g'ri tushadi o'zbek tiliga. Siz forma kiyishingiz kerak. Are supposed to nimada qilishingiz kerak ma'nosi bor edi. Students are supposed to submit their assignment tests on time. O'quvchilar o'z vaqtida vazifalarini topshirishi kerak. Yes. O'quvchilar o'z vaqtida on time'da assignmentlarni o'zlarining vazifalarini submit topshirishi kerak. Xo'p, xuddi shunday gap. Endi 9 gaplar. Birinchisi IELTS writing test 2 ga to'g'ri kelgan gaplar. Part 3, speaking part 3. Governments, hukumatlar are supposed to invest more money in public transportation to reduce the traffic congestion. Hukumat, yes, ya'ni traffic congestion, trafik tirbandliklarida mashinalar tirbandliklarini nima qilish kerak? Kamaytirish uchun, o'sha tirbandlik kamaytirish uchun mahalliy transport tizimiga ko'proq pul tikishi kerak. Shunaqa tarjima qilinadi. O'zini tarjimasi hukumat tirbandlikni kamaytirish uchun jamoat transportiga ko'proq sarmoya kiritish kerak. Bittalab tarjima qiladigan bo'lsak, to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, tarjima qilishda o'rgatadigan bo'lsam, hukumat orqadan kelasizlar. Tirbandlikni reduce qilish uchun, kamaytirish uchun, mahalliy transportga invest more, ko'proq sarmoya kiritish kerak, kerak. Xo'p, keyingisi. Teachers are supposed to create an engaging learning environment for their students. Xo'p, teacherlar, o'qituvchilar o'zlarining o'quvchilari uchun, o'qituvchilar talabalari uchun qiziqarli ta'lim muhitini yaratish kerak. O'sha holat, o'qituvchilar o'zlarining o'quvchilari uchun engaging learning environment degani qiziqarli ta'lim muhiti, ya'ni yaxshi ta'lim muhiti create yaratishi are supposed to kerak. Shunday. Xo'p, engaging learning environment, yaxshi so'z. Create o'zi keladi, oddisini bo'ladi. Create and engaging learning environment for something. Developed countries are supposed to support poorer nations in addressing global issues such as climate change. Writing test 2 ga. Xo'p, rivojlangan davlatlar iqlim o'zgarishlari kabi muammolarni hal qilishda qani poorer, ya'ni kambag'alroq davlatlar bilan ularga yordam berish kerak demoqchilar. Xo'p, mana developed countries, rivojlangan davlatlar, yes, climate change, iqlim o'zgarishiga kabi o'shanga o'xshagan global issue muammolarni addressing, hal qilishda poorer nation, ya'ni uncha rivojlanmagan davlatlarga yordam berish kerak, support qilish kerak. Yes. Yana bitta gap.